Qani endi qizi qaytib kelgan otani, bir kun qaytgan qizni uyida saqlab o'tirgan otani qalbini ochib ko'rishning imkoni bo'lsa. Kelini bor odam ko'p narsani o'ylash kerak. Keliningizga hurmat ko'rsating, omonat qildik. O'zimiz sovchi bo'lib bordik-ku axir. Bering qizingizni iltimos deb turib, o'ylab ko'ramiz desa yana bordik, odam qo'ydik, yaqinlarni o'rtaga soldik. Odam o'zi xaridor bo'lgandan keyin mard bo'lish kerak. Ayol, qiz otani yuragini bir bo'lagi azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom Ka'batullohda namoz o'qib turgan chog'larida Abdulloh ibn Mas'ud aytayaptilar. Abu Jahl yonidagi sheriklariga aytdiki, ichinglarda bir mard bormi? Muhammad boshini yerga qo'yganda Muhammadning boshiga ana u ichak-chavoqlarni olib kelib, tuyani ichak-chavog'ini tashlab yuboradigan mard bormi dedi. Butlarga so'yiladigan tuyalarini ichak-chavog'i tashlanadigan axlatxona bor edi. Uqbat ibn Abi Muayt degan odam men qilaman dedi. Uni birov majburlamadi. Taqdiriga Alloh shu xorlikni yozgan ekan, borib bir idishga o'sha axlatni solib keldi.